Menimcha sayohat qilishni orzu qilmagan odam o'zi bo'lmasa kerak. Lekin aslida sayohat bu nima? Bu pulni bekorga shunchaki sarflashmi yoki bu amerikaliklar yoki faqat boy odamlar uchun o'ylab chiqilgan o'yinmi? Afsuski, sayohat qilish biz o'zbeklar uchun, ko'pchiligimiz uchun noma'lum va hattoki yot tushuncha ham. Biz shu sayohatimiz davomida sayohatga ozgina boshqa rakursdan ham qarab ko'rishga ozgina undamoqchimiz. Bizda hali ham ko'pchilik sayohat qilishni shunchaki pulni bekorga sarflash yoki mana shu pulni boshqa narsaga ishlatamiz degan fikrlar ko'pchilikda ustun keladi. Lekin hayot aslida ham shunaqa emas. Chunki o'zimizga qilingan sarmoya, o'zimiz uchun ishlatgan har bir pulimiz o'zimiz uchun foydali, o'zimizning rivojlanishimizga, o'zimizning dunyo qarashimiz kengayishi uchun xizmat qiladi. Sayohat qilish bu yangi dunyoni kashf qilish, yangi madaniyatlarni o'rganish va o'z orzularimizga ozgina bo'lsa ham yaqinlashish imkoniyatini beradi. Sayohat bu nafaqat ko'rish, balki o'zgarish, yangi odamlar bilan tanishish, yangi tillarni o'rganish va shu bilan birgalikda o'zimizga ko'proq experience bo'lishi uchun xizmat qiladi. Har bir joy o'zining ruhi, ta'mi va madaniyatiga ega. Sayohat bu sizni hayotingizga yangi rangni qo'shadi. Nega aynan biz? Chunki biz o'zbeklar ham o'zimizning orzularimiz, maqsadlarimizga yetishishga haqlimiz. Biz stereotiplarni buzadigan avlodmiz. Chegaralar faqat xaritalarda bo'lishi kerak. Bizning aqlimizda emas deb hisoblaymiz. Aytib o'tganimdek, sayohat bu faqat yevropaliklar yoki puli ko'plar uchun, ya'ni bir toifadagi odamlar uchun emas. Sayohat qilishga hamma haqli. Hozir tushunaman nima demoqchi bo'layotganingizni. Albatta sayohat qilish oson emas, chunki bu byudjetga, viza, til va shunga o'xshash juda ko'p narsalarga borib taqaladi. Lekin shunga qaramasdan sayohat, ya'ni qiyinchiliklar sizga qanaqadir yangi imkoniyatlarni ochib berishi mumkin. Biz bu sayohatni juda ham ko'p o'yladik. Qayerga borishni, nima qilishni, tillarga e'tibor berdik, madaniyatlarga e'tibor berdik va uzoq izlanishlardan keyin biz xullas bir qaror qabul qildik. Biz boradigan davlat bitta davlat emas, balki 3 ta o'ziga xos, turli xil, turli madaniyatga, turli odamlarga, xullas juda ham boy davlatlar. Va bu davlatlar hozircha sir bo'lib qoladi. Bu davlatlarni siz biz bilan birgalikda birinma-ketin ko'rib borasiz. Biz bilan sayohat qilar ekansiz, biz borgan joylarni har birini o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va biz iloji boricha maksimal darajada mana shu kontentni chiroyli qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Chunki bu kontent uchun biz yetarlicha mehnat qilganmiz. Ochig'ini aytsam, bu sayohatga chiqib kontent qilish uchun yetarlicha mehnat qilindi. Qaysidir bir davlat uchun juda ham ko'p tayyorgarlik ko'rmaganmiz. Reja deyarli yo'q. Oldindan belgilangan yo'nalishlar ham juda ham aniq emas. Yo'l-yo'lakay boshimizdan nima kechsa, hammasini yashirmasdan ko'rsatib boramiz degan fikrga keldik. Lekin yana boshqa bir davlat uchun juda ham ko'p vaqt ajratganmiz. Qayerga boramiz, kimlar bilan uchrashamiz, qayerda nima yeyishimizgacha ham oldindan rejalashtirilgan, ssenariy yozilgan, har bir qadam o'ylangan. Tomoshabin vaqt qanday o'tganini sezmay qoladigan darajada kontent qilishga maksimal harakat qilingan. Va nihoyat, biz sayohatimizni mana shu yerdan boshladik va mana shu yerda tugatamiz. Biz yangi adventure-ga tayyormiz, lekin bu oson bo'lmasligini ham bilamiz. Lekin shunga qaramasdan, bu sayohat uchun biz hamma narsaga tayyormiz. Bizning birinchi manzilimiz bu Kuala Lumpur, Malayziya. Do'stlar, xullas biz tekshiruvlardan o'tib oldik hammasidan. Aeroportda chidamiz. Hayajon ancha kuchli, chunki bu vaqt ancha ko'p kutganmiz va samolyotga chiqmaganimga ham deyarli 4 yil bo'lgan. Mayli, shunga qarab endi ketaveramiz. Hammasi yaxshi, hammasi zo'r bo'ldi. Kirib olgunimizcha endi bitta samolyotimizga kirib o'tirib oladigan bo'lsak, o'sha yerda yana gaplashamiz. Xullas do'stlar, biz samolyotimizga o'tirib oldik. Bizlar oldinda 8 soatlik parvoz kutyapti. Yo'lda maslahatli kino ko'rib, gaplashib, sayohatimizni rejalashtirib ketamiz. Sovuq O'zbekistondan issiq Malayziyada aytamiz. Do'stlar, menda sizlar uchun bitta ajoyib imkoniyat bor. Bizni Amerika logistika kompaniyamiz kengayapti va shu munosabat bilan biz yangi jamoa a'zolarini qidiryapmiz. Agar siz ingliz tilini o'rta darajada biladigan bo'lsangiz, bu imkoniyat siz uchun bo'lishi mumkin. Siz broker sifatida ishlaysiz, mijozlar bilan muloqot qilasiz, yangi tanishlar orttirasiz, sayohat qilish, mustaqil ishlash va yaxshigina daromad qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ish jarayonida tajriba orttirasiz, shaxsiy rivojlanish, moliyaviy erkinlik va orzu qilgan hayotingiz sari birinchi qadamni tashlaysiz. Yoshligingizni bekorga sarflamang. Harakatni hozirdan boshlang. Agar siz 20 yosh atrofida bo'ladigan bo'lsangiz, bu siz uchun hozir aynan ideal vaqt hisoblanadi. Videoni pastidagi Telegram manzilimizga yozing va biz siz bilan aloqaga chiqamiz va hamma detallarni yanada chuqurroq tushuntirib beramiz.
o'zingiz orzularingizni keyinga qoldirmang. Harakatni bugundan boshlang. Do'stlar, biz xullas Malayziyadamiz. Hozir tekshiruvlardan o'tib, aeroportdan chiqib ketmoqchi bo'lib turibmiz. Aeroport juda ham katta. Birinchi marta kelishim emas, lekin oldingi safar ko'p aylanishga vaqt bo'lmagan, shunchaki tranzit bo'lgan, ya'ni Malayziyadan Singapurga o'tib ketganmiz, to'g'ri. Ko'p aylanmaganmiz, lekin hozir aylanishga vaqt bo'ldi. Mazza qilib aylandik, juda ham katta. Adashib qolish hech gap emas, to'g'risi. O'shaning uchun agar kimdagi Malayziyaga kelish niyati bo'ladigan bo'lsa, ingliz tilini bilmaydigan bo'lsangiz, turfirma bilan kelganingiz yaxshi. Agar biladigan bo'lsangiz, zo'r bu. Ancha pul sarflaysiz, turfirmaga hech qanaqangi pul to'lamaysiz. Aytgancha, yangi turfirma ochildi. Uzr, turfirma debman. Yangi kompaniya deymizmi, shunaqa ochildi. Air Asia degan juda ham arzon. Oldin faqat O'zbekiston havo yo'llari keladi Malayziyaga. Narxi ozgina qimmatroqdi, lekin hozir Air Asia yangi ochilgani uchun ancha arzon. O'shaning uchun e'tibor bergan bo'lsalaring, o'zbeklar ham ko'proq kelib boshladi Malayziyaga, ko'proq shu yerga sayohat qilyapti. Xullas, zo'r bo'ldi hammasi. Tekshiruvlardan yaxshi o'tdi. Endi hozir aeroportdan chiqib ketib, keyingi manzilimizga yo'l olamiz. Keyingi manzilda ko'rishguncha. Avtobusimiz keldi. Hozir avtobusimizga chiqib olamiz. Bizda katta bagaj yo'q, faqat o'zimizni olgan kichkina 7 kilolik sumkamiz bor, o'shaning uchun qo'yishimiz kerak emas. Mana odamlar sumkalarni joylashtiryapti. Charter bilet. Thank you. Konditsioner bor, asosiysi. Biz joyimizni topib olishimiz kerak. Avtobusimizga kirib oldik. Qiziq tarafi bilet olganmiz. Biletda avtobus nomerlari bo'lgan 4-chi bilan 7-chi nomer bo'lgan. Bizlarning joylarimiz 4 bilan 7 bitirib yuribmiz. Yo'q, mana bunaqa yozilmagan nomer. O'tiringlar dedi o'sha mahalliy aholi. Nimaga bu nomerga qarab o'tirish kerak? Nomerimizni qidirib yuribmiz deydigan bo'lsa, nomer yo'q deydi. Xohlagan joyingga o'tir deydi. Xullas, kelamiz o'zimizga yoqgan joyga o'tirib oldik. Hozir 5 minutda yuradi avtobusimiz. 1 soat atrofida sentrgacha boramiz. Batu g'ori Malayziyaning eng mashhur tabiiy va madaniy maskanlaridan biri. Kuala Lumpur shahridan atigi 13 km shimolda joylashgan bu joy shahar shovqinidan butunlay uzilib, sizni tarix, madaniyat va ruhiy tinchlik sari yetaklaydi. Birinchi ko'zga tashlanadigan narsa 42,7 metr balandlikdagi oltin Lord Murugan haykali. Uning monumental ko'rinishi va yorqin rangi har bir tashrif buyuruvchini hayratga soladi. Bu yerga kelganingizda haykal ustida turib, atrofdagi tabiat va shahar manzarasini bir vaqtning o'zida kuzatishingiz mumkin. Tepaga ko'tarilish uchun sizni 272 ta zina kutib turadi. Zinapoyalar rang-barang va maymunlar bilan to'la. Bu maymunlar juda ham sarguzashtlarni sevadigan va shu yerda tashrif buyurgan turistlarning ovqatlarini ular bilan birga baham ko'rishni juda ham xohlashadi shekilli. Har bir qadamingiz sizni grotta va ibodatxonalari tomon yetaklaydi. Va zinapoyaning har bir bosqichi bilan siz nafaqat balandlikka, balki tarix va madaniyatga ham yaqinlashasiz. Grotta ichida hindu ibodatxonalarining jonli muhitini his qilasiz. Ma'bad ichidagi haykallar va freskalar sizni qadimiy Hind madaniyati va uning Malayziya bilan uyg'unlashganligini anglashga chorlaydi. Bu yer nafaqat ibodat maskani, balki sayyohlar uchun ham unutilmas tajriba.
Batu Cave'ga kelgandan keyin o'zimni 3 ta maslahatim, o'zimdan boshimdan o'tgan, tajribamdan o'tgan narsalarni aytib bermoqchiman. Birinchisi, ertaroq kelishga harakat qilish kerak maksimal darajada, chunki hozir biz soat 2 atrofida keldik. Odam juda ham ko'p. Yaxshi rasm, yaxshi video olaman deydigan bo'lsalaring, o'shaning uchun ertaroq kelishga harakat qilish kerak. Bu birinchi narsa. Ikkinchisi, qulay kiyimlar kiyib olish kerak, oyoq kiyim asosiysi. Shortik, futbolka shunaqa narsa kiyish kerak, chunki ob-havo juda ham issiq. Tepalikka tushish, chiqish, agar oyoq kiyim yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, anchagina odam qiynalib qoladi. Xo'p, uchinchisi bo'ladigan bo'lsa, bu maymunlar. O'zlarining maymunlarini ko'rdilaring. Ko'rinishidan juda ham beozor hayvonlarga o'xshaydi, lekin ko'rinishiga aldanib qolmanglar. Juda ham ayyor hayvonlar. Jahlini chiqaradigan bo'lsalaring, hujum qilishdan ham toymaydi. O'zlarining narsalariga ehtiyot bo'lsalaring ancha yaxshi. Mana shu 3 ta maslahat. Nasib qilsa shu joyga kelish, lekin juda ham issiq to'g'risi. Abitdan kiymagan yaxshiroq, aytganimdek ertalab yoki kechroq kelish kerak, chunki abitda chidab bo'lmaydigan darajada issiq. Mana soch ko'rsalaring bo'ladi, qanaqangi yog' bosib ketdi. Chunki namlik juda ham kuchli. Shuni hisobiga odam har doim terlab, shunaqangi sochlari ham yog' bosib shunaqa bo'lib turadi. Shu maslahatlar hozircha. Do'stlar, biz hozir xullas mehmonxonamizga check-in qilib oldik. Aytib o'tganimdek, u yoq juda issiq. Biz to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni aeroportga tushganimizdan keyin birdan Batu Cave'ga ketdik, chunki mehmonxonamiz soat 3 ta check-in boshlanardi. Soat hozir 5 bo'ldi. 2 soat kech qolib keldik, chunki ozgina yo'llarda adashdik, yo'llarda ozgina qiynaldik, chunki taksi qilishdan olmadik. Metroda, avtobusda keldik, shuning uchun ozgina qiyin bo'ldi. Endi bitta mehmonxonani room tour qilib beramiz. Xo'p. Kirganimizda холодильник bor, kirmoshina bor, mikrovolnovka bor, tifal, plita hammasi bor. Mana bu yerda mana yaxshi bitta stol. Mana bu yerda mana bitta divan, televizor. Bu yoqqa kirganda hujjatxona, sanuzel. Endi juda katta emas, kichkina-yu. Mana bu yer spalni. Shkaflari ham yaxshi, juda yomon emas. Eng yoqqani aytaymi? Hozir bitta manzarani ko'rsatay-a. Manzara вообще. Manzaraga nech. Shunchaki. Kutganimizdan ham zo'r xona bo'ldi, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Bunaqa vid bo'ladi deb o'ylamagan edim. Hozir ozgina yaqinlashtirib beraman. Shahar markazi desa ham bo'ladi. Twin Towers, ya'ni egizak binolar juda ham uzoq emas bu yerdan.
Xullas, reja bo'yicha 1-2 soat dam olamiz. Bitta yunib olish kerak, chunki juda ham nam ob-havo aytib o'tganimdek va Kuala Lumpurdagi videoning eng qiziq tarafi kechga bo'ladi. Chunki biz kechga tungi Malayziyani tungi Kuala Lumpurni ko'rishga chiqamiz. Tungi vibe haqiqatda boshqacha bo'ladi. Chunki oldin ham kelganmiz. Kunduz kuni issiq, yurish juda ham qiyin. Endi juda majbur bo'lsa yursa bo'ladi-yu, lekin chiqish tavsiya berilmaydi kunduz kunlari, ayniqsa obedlarda, lekin biz chiqdik, yurdik. Qiziq tarafi, eng zo'r tarafi Kuala Lumpurni bu kechga bo'ladi. Kechga haqiqatda shahar juda ham chiroyli bo'ladi. O'shaning uchun 1-2 soat dam olamiz va undan keyin kech bo'lgandan keyin shaharga chiqamiz. Aytgancha tepada basseyn ham bor. Hozir ozgina vaqtdan keyin tepaga basseynga ham chiqib bitta ko'rsatishga harakat qilaman. Xullas do'stlar, tepaga ham chiqdim. Bitta basseynni ko'rsatay. Mana bu yerda dush. Mana basseyn. Mana bu yerda Petronas Tower. O'zim cho'milmasligimni bilmay turibman, chunki charchadim. Lekin soat 10 gacha ochiq bo'larkan yaxshi tarafi. Balki keyinroq chiqishi mumkin. Mana examiner. Basseyn ham bunaqa katta bo'ladi deb o'ylamagan edim, to'g'risi. Bir tarafli bo'lsa kerak deb o'ylagan edim, lekin bir taraf emas. Bu yerda aylantirib tashlagan basseynni. Xullas shu vaqt bo'lsa chiqamiz, bo'lmaydigan bo'lsa mayli. Lekin manzara qaysi tarafdan qarasa ham zo'r вообще. Mana bu yoqda ham manzara. O'zi bu zdaniya 35 etajli ekan, biz 31-xonada mehmonxonada turibmiz. Hozir eng tepasidamiz, lekin bu yonimizdagi bino 35 dan ham ko'p, 40 etajmi shunaqa, menimcha 40 dan ham baland deb o'ylayman. Xullas shu. Agar yana keladigan bo'lsam, yana ko'rsatib berishim mumkin. Do'stlar, biz yana kechki sayohatimizni boshladik. Hozir mana bu tarafga ketamiz. Bu yerda esa egizak binolar, ya'ni Twin Towers. Hozir o'sha joyga boramiz va o'sha yerga borib undan keyin yoki undan oldin nimadir yeb olishimiz kerak. Hali nima yeyishimizni bilmaymiz. Restoranlar ko'p, lekin qanaqadir hidi yoqmayapti yoki nimadir yoqmayapti. O'shaning uchun yaxshiroq restoran qidirib yuribmiz. Hozir albatta ovqatlarni ham ko'rsatamiz, qanaqa ovqatlar bor, biz bular qanaqa ovqatlaydi, hammasini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Do'stlar, Twin Towersgacha oz qoldi. Taksida kelmadik, chunki ozgina shaharni aylanib mazza qilaylik dedik, chunki o'zimni qanaqadir xuddi ikkinchi uyimga kelgandayman, chunki Malayziya, Singapur bu davlatlar yangilik emas, aytganimdek oldin bo'lganmiz. O'shaning uchun bu yerdagi odamlar, til, madaniyat hammasi tanish. Tildan hech qanaqangi muammo bo'layotgani yo'q. Odamlar bilan ham nimadir, masalan, sotib oladigan bo'lsak, savdogarlar bilan ham hammasi bilan ham yaxshi gaplashib, kelishib ketyapmiz, chunki ular fe'l-atvori shunaqa xarakteri bilib qolganmiz. Shu uchun qiyinchilik yo'q. Xuddiki o'zimni uyimdagidek hech qanaqangi qo'rquv, hayajonsiz mazza qilib yuribman, lekin hamma narsa tanish. Hid, bu yerdagi ob-havo, ko'p narsalar. Ovqatlar yo'q aytmasa ham bo'ladi. Hozir qornimiz och, lekin to'g'ri kelgan restoranga kirib ovqatlanish niyatimiz yo'q, chunki Xitoy ovqatlari, Hind ovqatlari, Malayziya ovqatlarini juda ham sog'inganman to'g'risi. O'shaning uchun bironta yaxshi restoranga kirish niyat bor. O'tgan safar kelganimizda yaxshi restoranda ovqatlanganmiz, lekin o'sha joyni topolmayapman to'g'risi. Mehmonxona ham esimda yo'q, qaysi mehmonxonada turganmiz, chunki o'sha oldingi mehmonxonamizga yaqinroq joy edi. Endi hozir o'ylab ketyapman yo'lda
qayerda edi deb. Agar yo'limizdan chiqib qoladigan bo'lsa, zo'r bo'lardi. Agar o'sha Petronas nima Twin Towersga borgunimizcha chiqmaydigan bo'lsa, keyin bu yerda ko'rib aylanib bo'lganimizdan keyin yana qidirib ko'rib, albatta yaxshi ovqat topishga harakat qilamiz va ko'rsataman, ovqatlari qanaqa bo'ladi, mazalimi, yo'qmi. Kuzatib boringlar, oz qoldi. Twin Tower ham mana ko'rinib qoldi. Yana ham yaqindan boramiz. O'zimga yoqadigan meva ko'rib qoldim. So'rab ko'ramiz hozir qancha. Вообще mana shunaqa narsalar juda yoqadi. Ko'chada shunaqa mevalar, shunaqa narsalarni sotib o'tiradi. Juda ham qimmat emas. Hello, how much is mango, brother? 10 ringgit 1 cup. 10 ringgit? 1 cup. Okay. And what about this one? What about this one? The same? Xullas 10 ringitdan ekan. Biz hozir bitta olib ko'ramiz. Bo'lamiz. Endi tarvuz yangilik emas. Bu juda ham yoqmaydi meva, lekin mana bu mango juda ham yoqadi. Shuning uchun bitta olib ko'ramiz. Qanaqadir ichimliklar ham bor. Zo'r lekin hozir meva ham juda yoqadi. O'shaning uchun bitta ko'rgandan yegim kelib ketdi. English no good. Yeah, can I have one please? One mango. 1 mango? Yeah. I have one enough. 1 mango. Yeah. Qaranglar, mango qanaqa pishib ketganidan bittada oson kesilyapti. Agar xom bo'lganida shunaqangi oson kesilmasdi. Mevalar zo'r haqiqatda Kuala Lumpurda, o'shaning uchun kelganda bu yerga Bali, Kuala Lumpurda mazza qilib mevalardan qo'yib qolish kerak. Balki bunisini ham keyingi safar yeb ko'ramiz. Bu yerda qanaqadir sharbatlar bor. But this one mango juice also? Mango juice. And this one how much? 5. 5? Okay. 5 ringgit ekan. Bundan ham bitta olib ko'ramiz. Ikkalasidan qaysi biri yoqadi ko'ramiz. Zo'r biznes o'zimizda ham qanaqa bo'ladi, shunaqa qiladigan bo'lsa, qilib ko'rish kerak, balki bo'ladi. Gigiyena joy-joyida, lekin qarasalaringiz mana perchatki bor, hamma narsa joyida. Joyi ham juda ham rasvo emas, mevalari ham sveji mana. Postlarni archib ko'zimizni oldida qilib beryapti. Oldindan tayyorlab qo'ymagan. Yaxshi zo'r bo'ldi. Can we have one juice also? Cover, no cover. Yeah, cover also please. Buni hozir yeb ko'ramiz. Brother, mango juice. Hozir sizlarga Malayziyani pulini ham ko'rsataman, ringgitini. Mana bu ringgit. Malayziya ringgiti 20 ringgit. Hozir 15 dollar bo'lyapti. Mana bu bitta mevamiz, bitta sokimiz. Qanaqadir sirop menimcha. Va albatta Malayziyada muz bilan bo'lmasa bo'lmaydi. Hamma ichimlikda muz bo'ladi, chunki kun juda ham issiq. Hech kim sovuq bo'lmagan issiq narsani ichish xohlamaydi.
Please give me one glass. Akam lekin yurakdan tayyorlab berdi. $5 bizda dollarga adashib ketib qolyapman. Ringgit. Thank you. Okay, thank you. Mana bu Fish. 1 ringgit. 1 ringgitdan 5 ta. No. Mana. I feel. Yeah. Brother, this one mine. Yeah, sorry. Sorry. Yeah. Sorry. Right. Cool. Akamiz adashib ketdi. Biz tayyorlattirib qo'ygan narsani sekin olib ketyapti ekan. Aka uzr, bu bizlarniki edi desam, "Ha, uzr, adashib ketibman" dedi. Yakın orada. Xullas, mana buni bitta ishla. Buni bitta ber. Bitta ochchi. Zo'r. Shunaqangi refreshing ichimliklar juda ham zo'r ketadi bu yerda. Aytib o'tganimdek, ob-havo juda ham issiq. O'shaning uchun mana shunaqangi ichimliklari bizneslari zo'r bu yerda. Ko'chada ham, boshqa joyda ham, ko'p joyda shunaqa ichimliklar topsa bo'ladi. Bundan ber. Ha. Zo'r. O'zbekistonda ham manga bor menimcha. Lekin biror marta yeb ko'rmagan ekanman. Hozir ko'rganimdan keyin yegim kelib qoldi nimagadir. Va afsuslanmadik, zo'r. Endi bitta mangomizni yeb olib, keyin yana gaplashamiz. Twin Towers'da nima biznes zo'r deydigan bo'lsalaring, bu rasm tushirish ekan. Ko'cha to'la rasmchilar. Ular shunchaki oddiy fotoapparatda emas, balki iPhone'da ko'pi rasm tushirib sotadi, lekin ishi zo'r, haqiqatdan rasmni zo'r chiqaradi va arziydi, juda ham ko'p pul so'ramaydi. Endi shuncha uzoq joydan kelib, xira rasm yoki umuman rasm olib ketmaslik bu to'g'ri emas. O'shaning uchun ularga rasm tushsak yomon bo'lmaydi. Lekin ko'proq pul so'raydi boshida. Hozir bular bilan bitta o'zbekcha savdo qilib ko'ramiz. Hozir ular ishini ham bitta ko'rsatamiz. Qanday bo'ladi, nima bo'ladi. Boya bitta rasm 10 ringgit deyotgan edi. Hozir 3 ta rasmni bilmayman, 15 ringgitmi, 20 ringgitgami gaplashib ko'rmoqchiman. Brother, so we take picture. Can I show your work? No, we take picture. No problem. No need? Okay. Yeah, you choose. Xullas bittasidan so'rab ko'rdim. Keyin ishingni bitta ko'rsat, qanaqaligini desam, yo'q, kerak emas dedi. Xullas, hayronman. Hozir boshqasini topib ko'ramiz. Bo'lmoqchimiz, hamma rasm tush bilan band. Yotib ham olyapti, o'tirib ham olyapti. Yurish o'zi bitta narsa. Ko'ramiz. Brother, how much? Nothing. Can we? Yeah, but I take you many times. It's how to post, and then you choose which is the stock you pay for. Okay, so we take 3 picture. How much? You record Yeah. the pictures and Yeah, how much? 30. 30. Oh, Yeah. too much. Others saying 20.
Okay lah. No, I mean others are saying 20. So can we give like 15 for 3 pictures? So one for me, one for my wife, and one for two of us. You take 5 photo of lah. I can give 5 ringgit for one. Five is too much, brother. 3 is enough. Can do 15 for 3? Okay lah. Yeah, can you show your work here? Wow, really nice. Wow, great. Plus special zor. Ayağına kondardık. If you don't like, no need to pay. No, nobody force you. Yeah. Oh, Can you take one picture? Okay. okay. Like this? Okay. Xo'p, akani 30 ringgitdan 15 ringgitga teng yarmiga qo'ndirdik. Haqiqiy o'zbekcha savdo bo'ldi. Hozir rasmlarni bitta olib olamiz. Akaga 15 ringgitini beramiz. Rasmni ham qo'yaman. Qayerda chiqarib beramiz. Qaramalab rasmchi akamizni qo'ndirib, rasmlarni olib oldik. Endi akadan yaxshi bitta maslahat ham oldik. Qayerda nima ovqat yesak bo'ladi degan. Mana shu yerda maslahat berdi. Kiramiz. Joy yo'qga o'xshaydi. Joylar to'la. Qidirib ko'ramiz. Bo'sh joy bormi yo'q? Haqiqatda bir dona ham bo'sh joy yo'q. O'zi aka aytganicha bor ekan. Yaxshi restoran o'sha yerga borsalaring bo'ladi degan edi. Bu taraf bo'sh ekan. Mana bu taraf. Hozir bu yerda turamiz. Bu tarafga o'zib ovqatlarni ko'rsataman, qanaqa ovqatlar bor. Bu yerda o'tirib tur. Mana menyu. Buncha ovqatlar bor. Va qolgan ovqatlar mana. Qolgan ovqatlar. Ko'rinishi g'alati bo'lishi mumkin, lekin yaxshi zo'r ovqatlar. Mazza qilib yesa bo'ladi. Hozir nima yeyishimni bilmay qoldim, to'g'risi. Ovqat ko'pligidan. Hayronman. Nima yesak bo'ladi? Okay. Brother, so can we get like two Yeah. for two? Take it here. Yeah, having here. Okay. And lamb, beef, chicken is Can we have lamb for this one? Okay. one more. And for the next one, which one you recommend? Which one is better? This beef, lamb. Okay. So you said this one chicken, right? No, lamb steak. Oh, no, Lamb this is too much. Which one is chicken? Chicken this one. Spicy, okay? No, you have non spicy? No spicy this one. Okay, yeah, one for this. Okay. Okay. More vegetable. Yeah, some vegetable, please. Chicken. Yeah, this one. And some this one. This one, yeah. For another one, this one. Yeah. Together. Yeah, together. How much? Akamiz hisoblayapti, hisoblar qancha bo'lganini. I pay now or pay to it?
Kassa bu yoqda ekan. Kassa. Bu yerda navbatga turish kerak. Navbat madaniyati ham juda ham zo'r. Bu narsaga qarash kerak. Bu yerda restoran ko'p deb o'ylagan edim. Bitta restoran, lekin zo'r restoran ekan. Hamma ovqat bor deyapti. Wow. Iloji bo'lsa yana ko'proq yerda bor. Unda shundan ko'pini yeya olmasa kerak lekin. Hozir narxlarni ham aytib o'tib ketaman. Ringitda qancha bo'lishini. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, kimga o'zbek so'miga chiqarib olsa bo'ladi bemalol. Ovqatlari ko'pligini turini qaranglar. Yes, brother. He is the one. 39. How much? 39.10. Okay. Ular 39 ringgit bo'ldi. Ovqatlarga bitta 50 ringgit beramiz. 50 ringgit berildi. Thank you. Barchimizda oldi ekan. Thank you so much. Okay, thank you. Aha. Odamlariga mazza qilaman. Haqiqatda ko'ngli ochiq, hech qanaqangi yomonligi yo'q odamlarga o'xshaydi. O'zlaring ko'rishlaring har doim kulib turadi. Shunisi mazza. Endi bundan bitta borib beraman. Mana bularni qanaqa qo'yib qo'yadi. Qoshiq, vilka hammasi shu yerda. Kim o'ziga kerak bo'ladigan bo'lsa olib olaveradi. Hozir buni bitta olib borib beraman birinchi. Ikkinchisini olib beraman. Hayot qaynayapti, ancha kech bo'ldi. Hech kim ketish niyati yo'q. Ko'rlaring to'la hali ham. Mana bitta qoshiq bitga olamiz. This. Oh, this one. Oh, okay. Thank you. Sorry, okay. Yeah, I will pay. Okay. Bugun deyarli qishtimay yeyolmadik, issiqda yurib. Yo'lda topgan narsamizni, shirinliklar, nimadirlar yeb yurdik. Hozir kelganimizdan beri birinchi marta yaxshi ovqat yeyishimiz. Xo'p, mana o'sha ovqatlar. Xo'p, nimalar bor bunda? Guruch, tuxum, mana bu yerda qanaqadir vegetable nima? O'zimizda. Xullas o'sha narsa esimdan chiqdi o'zbek tilida. Keyin mana bu adashmasam yo mol go'sht yoki qo'y go'sht. Bu ham deyarli bir xil. Mana bu narsalar boshqacha. Bunda boshqacha soldirdim. Lekin bunda tovuqli, keyin bunda achchiq emas. Ya'ni non spicy bunda. Bu esa achchiqroq. Buni o'zimga oldim chunki achchiq yoqadi. Qani endi hozir bitta buni yeb ko'ramiz. Xullas ovqatlarni yeb ko'rib boshlaymiz. Sumkaga e'tibor qilmaysizlar chunki bor narsamiz shu sumkaning ichida, pasport, pul, hamma narsaga nimadir bo'lib yo'qolib qoladigan bo'lsa, ancha qiynalib qolamiz. Shuning uchun ovqat yeyotganda ham sumkani taqib yuramiz. Xo'p, mana o'sha ovqat birinchi ko'rishlaridan yeb boshlaymiz. Juda ham zo'r to'g'risi. Bu ovqatlarni yemaganimga ko'p bo'ldi. Ancha yil bo'lib ketdi. Juda ham sog'ingan edim to'g'risi. O'shaning uchun izlab yaxshi ovqat topib keldik. Haqiqatda aytganicha bor ekan. O'z odamlardan bilsalaring bo'ladi. Yo'lda qarab keldik, restoran ko'p edi, lekin
odami kam bo'lgani uchun kirgimiz kelmadi. Chunki odam kirmayaptimi? Bu yerda ish yaxshi emas, ovqat yaxshi emas. Shundan bilib olsalaringiz bo'ladi. Ovqat 5 dan yo'q, 10 dan 9 da desak bo'ladi. Endi baribir ozgina kamchiliklari bor, lekin yomon emas. Har doim bu yerda odamlar 90% odam achchiq yeydi deb o'ylayman, spicy. Boshida qiyin bo'lishi mumkin, lekin yeb ko'rgandan keyin odam o'rganib ketadi va shunaqa yeydigan bo'lib qoladi. Chunki biz ham boshida kelgan vaqtlarimiz ancha qiynalganmiz. Achchiq ovqat sotib olib qo'yib yeyolmay, lekin vaqt o'tgandan keyin o'rganib ketganmiz va o'sha narsa bizga yoqib qolgan. Xullas, kelinglar. Taqorini to'ydirib olamiz. Endi shu bilan bugungi safarimiz tugaydi. Chunki ancha kech bo'ldi, mehmonxonaga qaytamiz. Ertaga ertalab endi ikkinchi davlatimizni sayohatini boshlaymiz. Charchamanglar.